1071-yilda bo'lib o'tgan Malazgirt jangi Saljuqiylarning Vizantiya imperiyasini og'ir mag'lubiyatga uchratishi bilan yakunlandi. Aynan shu g'alaba Anadolu darvozalarini islom olamiga ochib berdi. Oradan ko'p o'tmay turklar Anadoluning deyarli butun hududini egallashdi. Bu esa Yevropadagi xristian davlatlarini jiddiy xavotirga soldi. Natijada Yevropada ulkan salibchi qo'shini tuzilib, musulmonlarga qarshi keng ko'lamli yurish boshlandi. Tarix bu yurishni birinchi Xochlik yurishi nomi bilan eslaydi. Anadolu Saljuqiylari bu hujumni to'xtata olmagach, salibchilar Sharqiy O'rta Yer dengizi sohillarini egallab, bu yerda o'z davlatlarini barpo etdilar. Shu paytda Quddusning zaiflashganini ko'rgan Shiy Fotimiylar ham shaharga hujum qilib, uni Saljuqiylardan tortib oldilar. Biroq ular salibchilarning asl maqsadi Quddus ekanligini anglay olmadilar va shahar mudofaasi uchun yetarli tayyorgarlik ko'rmadilar. Salibchilar Quddusga yetib keldilar. Nihoyat 8 kun davom etgan mudofaadan so'ng Fotimiylar Quddusni salibchilarga topshirishga majbur bo'lishdi. 1099-yil 15-iyul juma kuni salibchilar Quddusni egallab, Masjidul Aqso hovlisida dahshatli qirg'in uyushtirdilar. Minglab musulmonlar shafqatsizlarcha qatl etildi. Salibchilar qo'mondoni Raymond papaga yuborgan g'alaba maktubida shunday yozgan edi: Agar biz Quddusda dushmanlarimizga nimalar qilganimizni bilmoqchi bo'lsangiz, shuni bilingki, otlarimiz musulmonlarning qoniga tizzasigacha botgan edi. Tarixchi Uil Durant sivilizatsiya tarixi asarida bu fojiani tasvirlar ekan, musulmon ayollar vahshiylarcha o'ldirilgani, onalar bag'ridan tortib olingan chaqaloqlar esa qala devorlardan uloqtirilgani yoki boshlariga shashvar bilan urib o'ldirilgani yoziladi. Bu qirg'in haqida yozgan yana bir tadqiqotchi shunday deydi: Shubhasiz, Xochlik yurishlari tarixidagi bu voqea insoniyatning tarixidagi eng qora sahifalardan biridir. Uni o'qigan har qanday insonni eti jun chiqadi va bu vahshiylikdan nafratlanadi. Falastinlik tarixchi Orif al-Orif esa salibchilar Qubbatus Sahoni cherkovga aylantirib, uning gumbaziga ulkan xoj o'rnatganlarini yozadi. Bu voqealar musulmonlar qalbida chuqur iz qoldirdi. Quddusni qaytarib olish va salibchilardan qasos olish istagi tobora kuchayib bordi. Quddusni ozod qilish uchun eng ko'p harakat qilgan hukmdor shubhasiz Nuriddin Zangi edi. Ammo bu sharaf unga nasib etmadi. 1174-yilda uning kutilmaganda vafot etishi va mamlakatda boshlangan ichki nizolar tufayli bu buyuk maqsad amalga oshmay qoldi. Keyinchalik mamlakatni qayta birlashtirgan Salohiddin Ayyubiy Nuriddin Zangining bayrog'ini qo'liga oldi. Endi uning oldida faqat bitta maqsad bor edi: salibchilarni yengib, Quddusni ozod qilish. Salohiddin Ayyubiy doimo O'rta Yer dengizi hududidan salibchilarni quvib chiqarish rejalari bilan yashardi. O'sha davr tarixchilari yozishicha, qaysi majlisda bo'lmasin, suhbat oxir-oqibat Quddus mavzusiga borib taqalardi. 1177-yilda salibchilar Ramla yaqinida yana musulmonlarni ommaviy qirg'in qildilar. Bu xabarni olgan Salohiddin Ayyubiy Misrdan qo'shin tortib yo'lga chiqdi. Ramla atrofiga yetgach, u qo'shinini kichik guruhlarga bo'lib, atrofdagi qishloqlarga yubordi. Ular ayrim Xochlik qo'shinlarini asir olib, o'lja ham qo'lga kiritdilar. Ammo Quddusning atiga 16 yoshli Muhov kasaliga chalingan qiroli 4-Balduin Salohiddinning izidan kelayotgan edi. Salohiddin Ayyubiy boshchiligidagi qariyb 26 minglik qo'shin uzoq yurishlardan charchagan va tartibi biroz buzilgan edi. Aynan shu paytda to'satdan paydo bo'lgan salibchilar nayza misol musulmonlar qo'shinini ikkiga yorib o'tdilar. Uzun nayzali og'ir otliqlar tezkor harakat bilan qo'shinni ikki tomondan qurshab oldi. Tun cho'kkanida Salohiddin qo'shini 20 mingdan ortiq talafot ko'rgan edi. Salohiddin Ayyubiy esa bir guruh sodiq soqchilar yordamida zo'rg'a jon saqlab qutuldi. Bu xabar tarqalishi bilan Misrda vahima boshlandi. Hatto Salohiddin Ayyubiy halok bo'lgani haqida mishmishlar tarqaldi. Ammo u shaxsiy qo'riqchilari bilan Misrga qaytib kelganida xalq uni katta quvonch va tantanalar bilan kutib oldi. Oradan 2 yil o'tdi. Salohiddin yangi qo'shin tuzdi, yangi strategiyalar ishlab chiqdi. Hosildor Misr tufayli Ayyubiylar davlati iqtisodiy jihatdan ham ancha kuchaydi. Ko'p o'tmay Salohiddin va salibchilar o'rtasida Marj-Uyun jangi yuz berdi. Sohil bo'ylab harakatlanayotgan Xochlik qo'shin tepalikdan pastga qaraganda musulmonlar qarorgohini ko'rib kutilmaganda
hujum uyushtirishga qaror qildilar. Ammo Ayyubiy qo'shini bunday hujumlarga tayyor edi. Ular darhol jang tartibini egallab, qarshi hujumga o'tdilar. Natijada g'alaba Salohiddin Ayyubiy tomonida bo'ldi. Shundan keyin Salohiddin deyarli tinimsiz yurish qildi. Har o'tgan kun Xochlilar qo'lidagi yangi qishloq va qal'alar musulmonlar qo'liga o'ta boshladi. Ketma-ket mag'lubiyatlar salibchilarni holdan toydirdi. Nihoyat 1182-yilda Quddus qiroli va Salohiddin Ayyubiy o'rtasida sulh tuzildi. Bitimga ko'ra musulmonlar ham, nasroniylar ham bir-birini jon va mol-mulki daxlsizligini ta'minlashi kerak edi. Sulh davrida Salohiddin Arman hududiga yurish qilib ko'plab qal'alarni egalladi. Oradan ko'p o'tmay Nuriddin Zangiyning o'g'li Ismoil Zangiy zaharlanib vafot etdi. Shundan so'ng Salohiddin Halabni ham o'z davlati tarkibiga qo'shib oldi. Musulmonlar bilan salibchilar o'rtasidagi tinchlik qariyb 3 yil davom etdi. 1185-yilda Moxov kasalligiga chalingan Quddus qiroli Baldvin IV vafot etdi. Taxtga chiqqan yangi qirol esa musulmonlar bilan tuzilgan tinchlik shartnomasini bekor qildi. Shundan so'ng musulmon karvonlari talana boshlandi. Qishloqlarga o't qo'yildi. Hatto hajdan qaytayotgan musulmonlar karvoniga hujum qilinib, ko'plab hojilar qilichdan o'tkazildi. Bu voqealar Salohiddin Ayyubiy uchun sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi bo'ldi. U qat'iy qasam ichdi: "Men o'sha karak hokimini o'z qo'lim bilan o'ldiraman." Shundan so'ng Salohiddin barcha islom davlatlariga xabar yuborib, Quddus fathi uchun tayyorgarlik boshlanganini e'lon qildi. Misr, Shom, Abbosiylar davlati, turklar va musulmon dunyosining turli burchaklaridan minglab ko'ngilli qo'shinlar Salohiddin qo'shini safiga kelib qo'shila boshladilar. Har kim Quddusni ozod qiladigan qo'shin tarkibida bo'lishni istardi. Bu xabar salibchilarga ham yetib bordi. Dastlab ular Quddus ichida mudofaa qilishni rejalashtirdilar. Ammo yangi qirol o'zini sarkarda sifatida ko'rsatishni xohlardi. Shu sabab u shahar devorlari ortida kutish o'rniga qo'shinini olib Salohiddinga qarshi yurishga qaror qildi. Nihoyat ikki ulkan qo'shin bir-biriga qarab harakatlana boshladi. Salohiddin esa navbatdagi ayyorona rejasini ishga soldi. U avval Tabariya qal'asiga hujum qilib, uni bir kun ichida egalladi. Shu tariqa Salohiddin salibchilarni aynan o'zi tanlagan jang maydoniga chiqishga majbur qildi. Salohiddin qo'shinini Tabariya ko'lidan oqib chiqadigan Iordan daryosi tomon joylashtirib, Xittin qishlog'i yaqinida dushmanni kutdi. Salibchilar qo'shini manbalarga ko'ra 50 mingdan 63 ming nafargacha edi. Xittinga yetib kelguncha ular bironta ham suv manbasiga duch kelmadilar. Jazirama issiq va chanqoqlik ularni tobora holdan toydirardi. Suvga yetib borishning yagona yo'li Salohiddin qo'shinini yorib o'tish edi. Shuning uchun tun bo'yi suvsiz qolgan Xochlilar ertasi tong musulmonlarga shiddat bilan hujum qildilar. Ammo Salohiddin qo'shini ularni yana ortga chekinishga majbur qildi. Ikkinchi kun salibchilar uchun yanada og'ir kechdi. Chanqoqlik tobora kuchayib, holdan toygan qo'shin yana suvga yetib borish uchun musulmonlarga hujum qildi. Ammo bu safar ham ular ortga uloqtirildi. Dushman holdan toyganini ko'rgan Salohiddin hal qiluvchi hujum buyrug'ini berdi. Musulmon qo'shini tezkorlik bilan Xochlilarni to'liq qurshab oldi. Jang yakunida 30 mingdan ortiq Xochli qo'shinlari halok bo'ldi. Yana 30 mingdan ortig'i asirga olindi. Asirlar orasida Tripoli grafidan tashqari deyarli barcha yirik amaldorlar, hatto Quddus qiroli ham bor edi. Shundan so'ng Trablier va Hospitaller ritsarlarning barchasini qatl etish buyrug'ini berdi. Qolgan asirlar esa zanjirband holda Damashqqa jo'natildi. Xittindagi bu buyuk g'alabadan keyin 3 oy ichida Akka, Nablus, Yaffa, Tambin, Bayrut va Asqalon shaharlari ham Ayyubiylar qo'liga o'tdi. Endi Xochlilarning Quddusni himoya qila oladigan kuchli qo'shini deyarli qolmagan edi. Xittindagi g'alaba va Salohiddinning Quddus sari yurish boshlagani haqidagi xabarlar butun musulmon olamiga tarqaldi. Turli o'lkalardan minglab ko'ngillilar uning qo'shiniga qo'shilish uchun yo'lga chiqishdi. Nihoyat Salohiddin Ayyubiy qo'shini Quddus devorlari ostiga yetib keldi va uzoq kutilgan qamal boshlandi. Ko'p o'tmay manjaniqlar Quddus devorlarini tinimsiz o'qqa tuta boshladi. Shimoli sharqiy devor eng zaif nuqta ekani ma'lum bo'lgach, Salohiddin barcha zarbalarni aynan o'sha tomonga qaratdi. Nihoyat kuchli hujumlar natijasida devorning bir qismi qulab tushdi. Xochlilar yorilgan joydan tashqariga chiqib, qarshi hujum qilishga urindilar. Ammo musulmon qo'shini ularni darhol qurshab olib, yana shahar ichiga siqib qo'ydi. Ibn Kasirning yozishicha, vaziyatning umidsizligini anglagan Xochlilar Salohiddindan omonlik so'rashdi.
Ammo Salohiddin ularning iltimosini darhol rad etdi. Bu javobni eshitgan salibchilar yangi tahdid bilan chiqishdi. Agar bizga omonlik bermasangiz, qo'limizdagi 4000 musulmon asirni qatl qilamiz. Ayollarimiz va bolalarimizni ham o'zimiz o'ldiramiz. Uylarimizni, boyliklarimizni va shaharni vayron qilamiz. Hatto Masjidul Aqsoni buzib tashlab, qo'limizdan kelgan barcha narsani yoqib yuboramiz. Shundan keyin esa oxirgi nafasimiz qolguncha sizlar bilan jang qilamiz. Bu tahdid Salohiddin Ayyubiyni chuqur o'ylantirdi. U minglab begunoh musulmon asirlarning hayotini saqlab qolish uchun o'zining dastlabki qaroridan voz kechdi va sulh tuzishga rozi bo'ldi. Biroq buning evaziga shart qo'yildi. Har bir erkak 10 dinor, har bir ayol 5 dinor va har bir bola esa 2 dinor fidya to'lashi kerak edi. Mablag'ni to'lay olmaganlar musulmonlarga asir bo'lib qolardi. Bundan tashqari ekinlar, qurol aslahalar va uy-joylar musulmonlar ixtiyoriga o'tardi. Xochlilar esa Sur shahriga xavfsiz chiqib ketishiga ruxsat berildi. Fidyani to'lash uchun ularga 40 kun muhlat berildi. Juma kuni namoz vaqtidan avval Salohiddin Ayyubiy boshchiligidagi musulmon qo'shini Quddusga tantanali ravishda kirib keldi. Ularning ilk manzili Masjidul Aqso bo'ldi. Salibchilar yillar davomida bu muqaddas maskanni cherkovga aylantirib, ichiga xochlar o'rnatgan, rohiblarni joylashtirgan, hatto cho'chqalar ham boqishgan edi. Musulmonlar avvalo bu masjidni taqdirlardan pokladilar. Xochlar olib tashlandi, masjid tozalandi va xochlilar qurgan barcha o'zboshimcha inshootlar buzib tashlandi. Masjidul Aqso yana islom davridagi asl holatiga qaytarildi. Shundan keyin Nuriddin Zangiy Quddus uchun yillar avval tayyorlagan mashhur minbar shaharga keltirildi. U bu minbarni Quddusni o'zi fath etishiga umid qilib yasattirgan edi. Ammo bu sharaf unga emas, vafotidan keyin uning shogirdi Salohiddin Ayyubiyga nasib etdi. Masjidga gilamlar yozildi, qandillar osildi, joy namozlar to'shaldi. Yillar davomida sukut saqlangan Masjidul Aqsoda yana sajdalar qilindi, duolar osmon sari ko'tarildi. Muazzinlarning azonlari Quddus uzra yangradi. Shu tariqa qariyb 90 yil davom etgan xochlilar hukmronligidan so'ng Quddus yana musulmonlar qo'liga qaytdi. Haq qaytdi, botil esa chekinishga majbur bo'ldi.